E'tiboringizni yurtimizdan topilgan Markaziy Osiyo va Yevropa tarixiga oid noyob faktlarga qaratamiz. Surxondaryo viloyatidagi Iskandar tepalikda olib borilgan O'zbekiston va Chexiya arxeologlarining birgalikdagi o'rganishlari natijasi tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Arxeologlar Surxondaryodagi Iskandartepadan miloddan avvalgi 2-asrga oid Yunon harbiy qarorgohi izlarini topdi. Geofizik tadqiqotlar natijasida qariyb 6 gektar maydon o'rganilib, tepalik atrofida 400 metr uzunlikdagi mudofaa xandaqi aniqlangan. Xandaq ichida esa yog'och devorlar bo'lganini ko'rsatuvchi ustun izlari topilgan. Qiziq tomoni, bu yerda saroy yoki yirik binolar yo'q. Bu esa hudud shahar emas, balki harbiylar vaqtincha joylashgan lager bo'lganini ko'rsatadi. Bizni qiziqtirgan narsa undan topilayotgan moddiy madaniyat. Toza Yunonlar davri madaniyati. Harbiy lager deyishiga sabab ikkita qadimgi davlat, qadimgi Baktriya va qadimgi So'g'd chegarasida joylashgan. Biz bilamiz, Aleksandr Makedonskiy shu chegarani juda qattiq himoya qilgan. Topilayotgan hamma ashyoviy manbalar Yunon Baktriya madaniyatiniki, Yunon Baktriya davriniki. Xumlarning ko'pligi. Xumlarning ichida turgan mahsulotlar, don mahsulotlari, suv mahsulotlari, har xil oziq-ovqat mahsulotlari saqlangan-da bu. Bu harbiy ishda oziq-ovqat ta'minoti bosh masala bo'ladi. Uchinchi, bularda mayitlarning ko'milishi. Xuddi harbiylar askarlarda qatorda turgandek tizimli joylashgan. Mana shu asosida biz birinchi xulosalarni qildik. Qazishmalar davomida Yunon Baktriya podsholari Evitidin I va Dmitriy I davriga oid tangalar, shuningdek, sopol buyumlar topilgan. Aynan shu artefaktlar lager miloddan avvalgi 2-asrda faol bo'lganini tasdiqlaydi. Geofiziklarimiz Chexiyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Yevropaning rivojlangan Fransiya, Germaniya geofiziklari yig'ilib, geofizik tadqiqot o'tkazdi. Natijada 90 dan oshiqroq qabr o'rni topildi. Bu hali qazilmagan, yer sathida yotgan 2,5 metrgacha chuqurlikdagi bir xil yotqizib, mayitlar bir xil yotqizilgan 90-chi. Va xulosalar qilindiki, o'sha Yunon Baktriya davridagi harbiylarning qabri degan yangi tadqiqotlar. Bu qazish rejamiz bor. Bu yil sentyabrdan boshlanadi, har bir qabr ochib o'rganiladi va bu shov-shuvlar yanada ko'proq, yanada balandroq aniq materiallar bilan beramiz va O'zbekiston arxeologiyasini jahonga tarannum qilamiz degan fikrdamiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday vaqtinchalik harbiy lagerlar odatda yer yuzida deyarli iz qoldirmaydi. Shu bois Iskandartepadagi topilma nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo va Yevropa antik davr harbiy tarixini o'rganishda noyob arxeologik kashfiyot sifatida e'tirof etilmoqda. Bu esa qadimdan xalqimiz va Yevropa xalqlari o'rtasida yaqin aloqalar bo'lganini anglatadi.